Agar bu kelinimizning oilalar buzilib ketadigan bo'lsa, aniq meni tortim sabab bo'ladi. Qo'rqqanimdan qo'llarimni qaltiratib tort tayyorlashni boshladim. Agar bu safar Diyora nimaga unaqa da'vat etayotgan bo'lsangiz, videoyimni oxirigacha ko'ring. Men sizga hozir nimalar bo'lganini aytib beraman. Men tan olaman, 5 yildan beri konditer bo'lsam, menga hali bir marta ham chayonli yoki ilonni tortga zakaz olmaganman. Lekin bu qizimizni, ya'ni kelinimizni iltimos qilib jannatda qaynona onajonimga deb chayonli tort qilib bermasangiz bo'lmaydi dedilar. Balkim kerak emasdir. Har xil chiroyli tortlarimiz bor. Xohlasangiz nejniy qilib beraman, xohlasangiz bagati qilib tort qilib beraman. Shunaqa chiroyli tortlar bo'lganda siz hayotdagi chayonli tort tanlaysizmi desam, kelin bo'lib tushganimga hali ko'p bo'lmadiki, lekin hali ham tillardan shunaqa chakillab zahar oqadiki, har ikkita gaplardan bittasida chaqoladi. Men bo'lsa bu gaplarni hazilga yo'yganimda, "Oyjon, oldingizda chayonlar xijolatda" deb hazil qilib qo'yaman. Va har doim chayonlar bo'lsa, "Ha, kelinim, meni eslab qoldingizmi?" deb prikol qiladilar. Shuning uchun men ularga prikol qilib tort sovg'a qilmoqchiman dedilar. Tortimizni zakotovkasini mix qildik. Tortda birinchi qavatini Oreo, Millennium, ikkinchi qavatini esa Snickers nachinka qildik, uchinchi qavatini esa banan qildik. Bu tortimizni nima deb o'ylaysiz? Ularga yoqarmikan? Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozir Shahin Baker profiliga podpisatsiya qilib qo'ying. Sababi bundan-da ko'p tort video zakotovkalarini aynan mening sahifamdan topishingiz mumkin. Chayonli tortimizning dekoratsiyasi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 2 sonini yozib qoldiring va men sizga storiesda bu tortimizni ko'rsataman.